Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Akajon, siz 2 kun oldin arava olgandingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Endi jo'rangizga tavsiya qildingizmi? Tavsiya qildim, mana yana Siz Damas'ga olgandingiz, to'g'rimi, Mokreni? oldim. Ma'qul keldim sizga. Ma'qul keldi. Tavsiya qildim jo'ramga, mana jo'ramni ham olib keldim. Aka ma'qulmi? Aka ancha ma'qul. Men o'zi ancha inchiqib olaman. Shunday bo'lsa ham akaga gap yo'q. Qancha savol berib boshlarim qotib ketgan bo'lsa, ancha o'tib chiroyli qilib berdi. O'zim Ko'nglidagidek bu. joylarni kuzatib kelgan joyim shu. Narx-navodan hammasidan ko'nglingiz to'g'mi? Hammasi bu. Aka yana obunachi nima klient bo'lsa olib kelaverasiz. Mana 1,5 ga 2,5. Mana balonni holatini ko'ringlar, mana moshina balonlari qo'yib berdik. Aytganda aka injiq ekan, boshqa balon turganda, "Men shuni qo'yib berasan" deganlar. Mana 20 Sirdaryoning mashinasi. Bu molga moslangan, rushotkalar olib qo'yilmaydi. Splashning o'zidan chiqadi. Mana orqalari. Mana orqalari taxta bu yeri. Mana orqalari. Bir mosti 1,5 ga 2,5 qora qilib berdik. Bugun chislo 11-mart. Juda sovuq bo'lyapti. Shunga qaramay taqlab berdik. Mana taglari amortizator risol bor. Moshina qilib taqlab berdik. Akalar ma'qulmi sizga? Mayli akajon, yaxshi kunlar ishlating. Klient agarda oshno qo'yni bo'lsa olib kelaverasizlar, yana chiroyli qilib beramiz. Ko'plar buni narxini qiziqadi. Farqoblar o'zida bor ekan, 10 million so'mga qilib berdik. Aka ma'qulmi? Rahmat, zo'r. Mayli. Xizmatlar kech bo'lsa ham zo'r, chiroyli. Mayli akajon, yo'lingiz bo'lsin. Bugun chislo 11-mart 2026-yil. Mayli akajon, adres Samarqand Jonboy mana. 1,5 ga 2,5 bir mosti taqlab berdik. Taqlab bermadik, tayyor bor edi, shuni olib ketdilar. Kimga shunaqa prinsiplar kerak bo'lsa, shu yerda telefon nomerlar bo'ladi.